Assalomu alaykum tug'anlar. Qandaysizlar? Sizlar bilan bozor xabar tug'anlar. Bugun 27-may kungi Воскресенье tug'anlar. O'zgan Krasniy Mayak mol bozorini tartib ko'rsatib beramiz sizlarga. Buxoro tug'anlar. Sizlar bo'lsa biz bilan bo'lib videoga like'larni bosib turavingizlar. Kanalga bo'lsa podpisatsiya qilib qattiq qo'yasiz tug'anlar. O'ta ko'pingizlar like'larni bosmay ko'rdingizlar, bosib qo'yingizlar. YouTube aka. Mana so'ranishlarim mana. Uchtemga torpoqlardan boshlaymiz. Erkak burg'achi tug'an torpoq. Qancha? 40 ming so'm ekan. Rosa sezon ha? Qanday paroda bu endi? Parodasini bilmaysizmi? Bo'ldi. Ava uy qancha oldi? 119 ming so'mga bolasi erkak ekan. Qanchani tug'ib turadi? 5 ta tug'an uyda olib turadi. Ha, mayli. YouTube'dan ko'rib qolasiz avaymi? İçeriden sırayı soğanlar bizim olib turibsizlar. Qo'ldaga? Sotam. Qancha aqchasi? 20 ketdigan. Qach torpoqtor 30 ming so'mdan kim bor ekan. Qanchadan so'rayotadi kamchilarda? 30 dan kim bor. 30 dan kim bor, ha? Bo'ldi. 30 ming so'mdan kim bor deydi. Bishkekska boradi. Qancha seni ko'kam? 25 urg'ach, ha? Bishkekska parodalar. Qanchada o'tasan do'st? Torpoq qaqab ketdik 28. Urg'achilar 28 ming so'mdan. Joyda ekan Bishkekska parodalari. Demak, cho'ng erkak urg'ach torpoq, erkak urg'ach torpoqlardan boshlaysiz onda, cho'nglardan. Qanchadan aka torpoqlar? 50 kam bor o'sha. Erkak ha? Mana cho'ng erkak 50 kam bor ekan. Urg'achilarchi? Ular 40 dan kim bor ekan ular urg'achilar. Mana erkak ekan. Urg'ach ekan. Qanchada o'tasiz ava? 45 kam. 45 ming so'm. Kami bor ekan urg'ach. So'radi ava? 38-39 so'radi ekan urg'achi. Erkak torpoqning savdosi bo'ldi. Qanchadan o'tib berdi o'tasin do'st? 50 dan. 50 ming so'mdan qo'yib berdi o'tadi ekan. Erkak ha? Qanchada o'tadi ekan? Urg'achi. Qancha berasiz? Haji? 35. 35. Urg'achlar 35 berasiz. Qanchada o'tasin do'stim sen? 45. Qancha verdingiz aka? 35 ming berdi ekan, 45 mingda o'tadi ekan. Tak, nollar. Urg'achlar do'st? Qanchadan bular? 50 kam oldi. 50 ming so'mdan kemi bor ekan. 45 dan. Ha. Bo'ldi, 45 dan berib o'tdi deydi. Nollar qanchadan? Bular qanchadan berib o'tdi? Yo'q, o'sha 4 ta o'tan 45 dan. Ha, 4 ta o'tan 45 dan mi? Ha, bo'ldi, 4 ta ekan. Qarani 40 qilib tur. Mana tug'anlar. Nollar qanchadan? Olib satarlar shunday aytib aytganlar ko'p. 35 berayotgan ekan. Jan maktirlardan Ava 36 ga ko'tardi tug'anlar. Urg'ach torpoq, like'larni bosib turingizlar-chi tug'anlar. Urg'ach torpoqda tug'anlar. Ava o'tib ketdi. qancha? 48 ming so'mdan ekan urg'ach. Qancha berdi aka? 48 dan. Ja so'rag'ani. Attım so'rag'ini. Atdim. So'rag'di. No cho'ng'roqlar ekan. Qanchadan do'st bular? 55 dan 60 dan. 55-60 dan. Bozor so'radi, qancha berdi? Qanchadan bor? Har xil so'radi. Unda yaqin so'rag'ani qancha berdi? 52. Bo'ldi. Qanchadan ham bularning общийlar? 55 dan ekan. Urg'achilar. Optimiga 50 ming deydi yaqini. No aka. Siz qancha deyaptıngiz aka bular? 48 dan. 48 mingdan deydi kishnalarini. Urg'ach. Qancha bo'ldi aka? 53,5 ming so'mga olib turdi tug'anlar. Urg'ach torpoqda. O'zgan. Urg'achida savdosi bo'ldi ekan. Qancha berdingiz aka? 48 ming so'm berib qo'ydi.
Kaçkan alamazsın. Bazar kabar uka. Tuğandar bu jağı erkekler götөбүз эми. Torpaklardan. Mıhtı. Ajaka kançadan bular эми? 50'ten adam. 50'den erkeklere var ha. 50 ming so'mdan ekan shular. Chekadan qanchadan turadi? 45-46 dan turadi ekan tuğanda. Tak, nada erkek. Qancha ukam? 50 ming. Kam bor ha? 50 ming so'm kam bor deydi. Ular uka, sendagilar qancha so'm? 50 bu da. Jaqinichi? Yakın sürede Turadi qancha berdi ukam? 40 40 mingdan. Ekoy bir deyilgan. Erkek torpoqtor. Qancha tuğan? 60. Qancha so'radi? 50'ge. 50 ga. Erkek men Nurg'achim bosib pashli tengala bo'lib qoldi onda. Onda so'radi ekan. Qancha berdi? Hava qancha berdasiz? 51 ming. Bu bak çocuğa çıkıp temir kanat bol degeli уже 51 ming bo'lib qolibdi da çocuğa bo'yicha. Ali juni chiqalar ekanda cho'ng duni. Amin. Erkeklar bo'lganlar. Bu yumar erkek bo'lsa suyuna turan bo'lib qolibdi. Qanchadan o'tasin do'stim? 60 ming so'mdan ekan. Hozir murdaqday bosh sochini ham qarabay qoldi onda. Alındı bak şu. Kaç oldu? 58 artık koyalım. 58 bin volttur şu erkekler pok. Senin kaç so'm? 55 ming. Qancha berdi? 51 verdi. 51 65 ming o'tadigan 51 ming so'm beribdi. Tak. Bularda 60 ming so'mdan ekan. Bular Bunlar qanchadan aka? Kaçlar? Ajaka aytingchi bir. Bunda ham chekadimda aytavering aka. Bunlar 360'dan, narı 465'ten. Bunda 360'dan, narxi 465'dan. Aka qachon ochiladi bu vatan? Olabilir. Пока неизвестно. O'zbekistonga shular mol jo'natib turganlar. Ali beri ochilib aytdi. Qanchadan akalar bular? 75'ten. So'radi, qanchadan berdilar? Sırayla. 75 ming so'mdan. 10 uyun bo'lib, bar erkek tursa to'y beradigan bo'lib qolibdi-da o'sha. Elga bir osh berib beradi. 75'ten. Qancha so'radi? Sırayla gel. 65 ming so'mdan ekan erkeklar puxtur. Bak, tuğanlar hem boz uylar o'tamiz, boz uylar, sağan uylar. Like'larni bosib turingizlar. Yaqin bo'z ukam. Qancha so'da shu bo'ldi? Qancha bo'ldi? 75'ten koy verdi otur. Yaqin bo'z ekan 75 mingdan qo'yib berildi. Erkek tuğla urg'ash tuğla brat. Şunu bir izleyin mi? Erkek tuğulsa qimmatlab ketadi. Bo'ldi, bo'ldi. Non balasi ukam. Qancha bo'ldi balasi erkek ekan? 85. Nadonlar balasi kichkina erkek bo'lsa, senasi ko'tarilaveradi. Nadan soni. Balasi erkek. Qancha aka bu? 140. Qancha tug'an uy? 3. Noschi? 100. Ne birinchi ochma u. Balasi urg'acha? Urg'acha tug'anlar 100 ming so'm bo'ldi. Ajaka siznikichi bo'z bu? Yok sakın suvay sakın. Qancha bo'ldi? 100 kam bor, so'y son. Balasi urg'acha aka? Qanchada o'tasiz? 130. Qancha tug'an uy? 4 tug'an uy ekan, 130 ming so'm. Hava qanchada o'tasiz Xunajimda? Birinchi tuvush o'xshaydi. Balasi erkek? Уже 130 bo'lganlar balasi erkek. Urg'achisi 110 ming deb turadi-da. Sırada mı? Ha, tug'anlar. Ishga kelaveramiz. Soni. Bana bundan çekin bana. Balasi erkek. Bu oldu. Qancha berdi? Qancha berdasiz, Murat?
110 verdim. 110. Var aylan. Kanchanchi olasiz gene? Mana ikkinchisi. Manda tüsü deb tushurdingiz bu kishini? Qora sari deb. Ular mendan tushira olmaydi. Sen buni tug'ib qo'yibdi, ham non bolasi bu. Bu torpoq tug'ib qo'ygan, buni bolasi. Torpoq tug'ib qo'yibdi. Bolasi erkak. To'rpoq cho'kan ketadi. Qanchadan o'tasiz? Yaqinda 75, ana 100. 100. Qo'yib beraman. Ha, bo'ldi. Men o'z o'sha vaqtda qo'ymasam. Ha, buna. Ava torpoq tug'dirib olibdir, o'zi o'lib qoladi, davo tug'dirib olibdir. Allaydan. Alayliqlar bo'lsa, bir kommentariy yozingizlar, tanigan odamlar. Evet. Uzoqda dag'im. Bolasi erkak urg'ach ukam. Qancha so'm? Bunajim birinchi tug'ush, ha? Qancha so'radi ukan? So'raylik. Erkak? Qancha? 130, 140? 125 mi? 5 mingga tashqinda. Birinchi tug'ush? Eki. Qancha so'radi tug'an? 115 ga mana jelinde zamanlar barmoqda yor ekan. Ha, bolasilar buni qaptab qo'yadi. Gele ukan, Keldim daga. Olchim. Erkak bolasi. Torpog'i erkak. 3 oy, 2 oy, 3 oylik torpog' mana. Birinchi tug'ush, ikkinchi tug'ush. Birinchi tug'uch 4 tish. Qancha so'radi ava? Suraylik 140 kam vardı orada. 140 ming so'm do'da degan. Spros az, mal ko'p, biroq arzandaydi o'xshaydi sa'an uylar, o'g'andar. Arzandasi ne? Ava. Arzanda anjaqsida. Yaxshi. Qanchani tug'an aka bu? Bolasi urg'ach ekan, 125 bo'lsa. 125 3 tug'an. Tug'anlar bilan. Ha, bo'ldi. Qayerdan bo'lasiz ekan? Qaraq uzoqlar bormi? Yozib qo'yingizlar, o'g'andar. Siz qanchada o'tasiz? Assalomu alaykum. 150 ming so'm. Bolasi erkak urg'ach. 130 da urg'ach turdi. Qanchani tug'an ekan aka? Birinchi oladi. Birinchi bolasi deydi tug'anlar. Mana boshqa bolasi ham. O'g'ri turgan boladan sotdi. Qaysi turgan bolani? Ha, buna bolani ko'kjonga sila deydi endi. No satıldı o'xshaydi tug'anlar. Al so'raymiz. Bolasi urg'ach ekan. Cho'ng uylardan. Qancha oldi ava? 170 mi? Qanchani tug'ibdir bu? 170 mingga olinibdir tug'anlar. Bo'yi 150 bor. Bolasi urg'ach tug'anlar. Qancha sut berayotgan aka bu? Ha. Oz ekanmi bu? Figura saqta aytganda 5 litr ekan. Ha. Bolasi urg'ach, ha? Qanchada o'tasin, do'stim? Qanchani tug'ani? 4-chi? 3, 120 ming so'm. Qancha sut beradi bu? Alingani. Bo'ldi. Qanchaga? 120 deydi. 120. Bolasi erkak urg'ach ukan. Qancha so'm? 130. 130 ming so'm deb aytadi ekan. Bolasi urg'ach ekan. Hozir so'rab beramiz sizlarga tug'anlar. Biz bilan bo'lib turaveringizlar. Qanchada o'tasiz aka buni? 165. Qanchani tug'ani bu? 4 oladi. Bolasi erkak ekan 165 ming so'm. Qancha ber so'radi aka? 46,5. 146,5 ming so'm berib tur. 1640 kam vardı bizde. Qancha berding? 130 verdim. Qanchani tug'an aka? 5-inchisi. 5-chi bolasi ekan 130 ming so'm berib tur. 140 dan kam vardı o'tadi ekan. Bolasi erkak ekan tug'an. Время ketadi-ku, biroq bolasilar keyin qaptaydi buni. Ha, tug'anlar. Bunlarda jelindari cho'ng-cho'ng ekanlar. Bolasi erkak. Qancha ukam? Qancha so'radi bozor? 145 so'rab turdi. Tug'anlar 160 deydi. Bu qancha ekan? Aka qancha bu? Ha, bulda o'sha bolasi. Bolasi erkak, ha? Bolasi erkak tug'anlar.
Базар ушундай болуп атат туугандар. Мал базар, кой базар, жылкы базар туугандар түз эфирден да тарттабыз. Каналга катталып, подписаться кылып коюңуздар.